chet ellarga ko'chman sanalgan Uyg'ur jamoati va ularning avlodlari zaharga qanchalik yaqin, buning oldini qanday olish lozim? Amerikadagi xalqaro tinchlik katalizatorining G'arbiy Shimol rayon direktori doktor Bill Clark apandi bu savolga mundaq javob berdi. It's a terrible threat from China. So this is ironic because in the 19th century, the English brought drugs to the Chinese people and many Chinese people. İlgari xuddi 19 asrning boshlarida pul uchun Xitoyga apyon setib boy bo'lgandek, hozir dal aksicha Xitoy har turli kimyoviy zaharlarni Amerikaga va dunyoga yamirtib, pul tepish uchun bolalarimizni o'ltiryotadi. Bu rezillik hammamizning g'azabini qo'zg'amay qolmaydi. Bu to'limi dahshatli oqibatlarni elib kelmoqda. Har qanday ota-ona bugun bolalarni zahardan qo'g'dash uchun bolalarga texnik yaqin turish shart. Yalğız vatandagi oilasi bilan aloqasi uzilib qolgan Uyg'ur yoshlarni zahardan ogohlantirish, ularga ko'ngil bo'lish muhim bo'lib qolmay, Uyg'ur ota-onalar bolalarga 10-11 yoshlarda zaharga xumor bo'lishining xatari va yomon oqibatlari haqida ochiq suhbatda bo'lib, savod berishi, bolalarga ro'y jihatdan yaqin bo'lishi lozim. Chunki egilishimizcha Uyg'urlarning Amerikada tug'ilgan 2-chi, 3-chi avlodlarimi xuddi boshqa ko'chman millatlarga o'xshash kimlik krizisiga uchramoqda. Irqiy qirg'inchilik va o'zlari tava jamoatdan uzilish sababli ular o'zlarining zodi qaysi jamiyatga tava ekanligini bilolmay tengirqashga uchramoqda. Ularning o'zining qurdoshlari bilan o'xshash bo'lish istigida boshqalarga ergishib zaharga berilib qolish ehtimolligi yaqin. They want to fit in with their peer group and so they experiment with drugs. Bill Clark apandi yana mundaq dedi. The young people, if they don't have hope for their future, then they just want to have a good time right now. Mening tavsiyam Uyg'ur jamoat yolg'izlik azobini tortayotgan yosh va o'smir avlodlarga yaqin turishi hamda ular yo'liqqan kimlik krizislarini balduroq hal qilish yo'llarini izlashi lozim. Zaharga yoq deyish uchun inson yashashning sababini, ya'ni maqsadni tepish kerak. Bu sabab kelgusining yaxshi bo'ladiganligi, hayotga bo'lgan umid, ishonch. There has to be some like the dream of that one day something will be better. It'll be better. Qandaqlı sababdan bo'lsin zaharga ugunib qoluvchilar zahardan qo'l uzalamdi. Ularning zahardan qutulish yo'li nima? Doktor Bill Clark apandi uningdan cho'qim qutulib ketishning mumkinligini o'ttirga qo'yib, o'z tajribasini so'zlab berdi. When I was a teenager in 1970s, I used drugs when I was 14 and 15, so those early years, because my friends were doing it. Just want to follow friends. Samimilik bilan aytsam, men 14-15 yosh vaqtlarimda 70-yillarda tang tushlarimga ergishib zaharlik chekimlikka ugunib qolgan. Men xristian yozliq lageriga berib, shu joyda e'tiqod orqali yashashning maqsadini o'rgandim. Bu mening zahardan qutulishimga sabab bo'ldi. Ayni vaqtda mening ota-onam, oilam bilan bo'lgan munosabatim yaqin emas edi. Demak, diniy e'tiqod zahardan yiroq turishda intayin hal qiluvchi rol o'ynaydi. İlgiri o'xshash qismatga uchragan Yahudi xalqiga qarang, ularni e'tiqod va tarbiya hayotga bo'lgan ishonch halok bo'lishdan saqlab qoldi. Hozir qaraydigan bo'lsangiz, ular dunyoda va Amerika jamiyatidagi sarxillarga aylandi. Yoshlik mezgillarida ota-onaning axloqiy jihatdan yetaklash va ruhiy jihatdan madad berish farzandlarning to'g'ri qimmat qarshi tiklishidan bakmi muhim rol o'ynaydi. Diasporadagi Uyg'urlar oila va jamoat sifatida o'zlarining ijtimoiy va diniy faoliyatlardan foydalanib, zaharlik chekimliklarning oldini olish zarur deb qarayman. One of the ways that the children don't choose drugs is that they stay close to their parents. Doktor Mamtimin apandimu zahardan qutulish yo'li haqida Bill Clark apandiga o'xshash fikrda ekanligini bildirdi. Tabii çaylıkken çokum beklet bir mezgilde yani şu yolda ne yapılışını durum buluş gerek. Hem de bu özellik çekilmeki resmi gidinip kalkan kumak zaten de yardım kılışları doğruyken kalsa bunu çokum mahsus şuna taşlaydıgan davalaş gerekçiyor. Bu takatla şu edemin iradesi bilen davalışkı bağlıkçı. Bunu doğru düşünüp severlikle nagırga atanısını tutup yetişken bir şey gerek çünkü
Ondan kısa bu yardım kılganlık olmaydı. Eksince onu tekimi yaman yol koydu. Şunlar şu adam özünün iradesini güçlendirip ikinci gelmeslikle özü irade keliş gerek. Doktor Memtimin Efendi yana hazırki zəhərlərinin türlərinin köplüğü, tərkibidəki kimiyalik moddalarning öldürüş gücü və tezligi qatarlıq məsələlər zəhərlik çekimliklərdən qutuluşqa rəqabət yaratıbatqanlığını agahlandırdı. Zəhərlik çekimlik türü naitlikler çekişki var oluştu ki bu zəhərlik çekimliklerin köpüncüsü bilek mutluluğunu boşturup toplandırışı mümkün, ayarcan kısılışı mümkün. Piyon deniz, kokain deniz, heroin deniz, bunların tabi üstünlükten izin var. Bunu ama hazır onun şimdi mesela Xitay'da davam kanalında Hindu'daydı, Yaltoğan'daydı, bu kısımların ayrıca mühimi şu terkibine kumar kurulan nerelerdeki en iyisi çeklengen bunun alaylığı kimyalik maddelerini zavut işlep çıkarmış. Bunun zavgandaki bununki tanarqi analitik işlep çıkarış miktarı yer, terulğu, pesil, hava, klimatiyatın hiç qasdan çekilip boşurmaydı. Yaqinqi zamanlarda masalan Amerikada mu təhdid ep kelyapatqan insanlarga buni to'sash to'g'riliq jiddiy tadbirlar yo'l qo'yilayotgan fentanildan iborat yangi ham azan bir turlik zaharning yani bir uchi Xitoyga bog'langan buning kimiyalik formula orqali zavodlarda ishlab chiqarilayotgan bu xil yangi zaharlarning vayron qilish, insonlarni o'ldirish kuchi teximiz zo'rmi? Buna tanarqi qilish rolu var, anadaki kumar kılıç rolu var. Amerika'da 15 yaşından 25 yaş arasında üretki vatkanlarındaki birinci sebebi bu zerli çekimlik. Bedendeki komul kılıç çeşitini hiç ketkenlik. Şuna olanda bu zerli çekimliklerin köpüncüsü nefes muskullarını, yürek muskullarını palat aldırıp koydular. Mezleri güçlü oldu. Belki edemin zerleş, edemin dönüşü, o kadar yukarı oldu. Bundaqda zəhərlik çekimliklərə ögünüb qalğanlarning hayatqa bo'lgan umidini, yashashdagi bir maqsadni yetildirishigə nimalar yordam bera oladi? Bu haqda Bill Clark apandi mundaq dedi. So beautiful, and then they come together. It's really like a salvation. It's still the solution. Here, one of the things that the Uyghurs have done so well. Bilemsiz, ayni vaqtlarda Uyg'urlar ilim mashrifini, futbol harakatini 90-yillardagi zahar krizisidan qutulishning yo'li qilib tanlagan edi. Biz hozirmi diasporadagilar xuddi shuning o'xshash Uyg'urlar eng amroq bo'lgan futbol harakati orqali o'zini qutqizish harakatini barpo qila olamiz. Uyg'ur yoshlarining yaqinqi yillarda futbol musobaqasini uyushtirganligi bir yaxshi boshlanish. Buni texnik kuchaytirishga sharoit hozirlash, muntazam Uyg'ur futbol komandalarini qurish kerak. Bundaq bo'lganda yoshlar hamkorlikda, xushallikdan tang bahramand bo'ladi. Ularni yashashga bog'laydigan bir maqsad, umidni tepishiga bir muhit hozirlaydi. Bu demak, Uyg'urlarni zahar krizisidan qutuldira oladigan amal Uyg'urlarning o'zlarida. So to bridge that gap by providing like a community, and then with young people that you can enjoy and be together. Bu programmani Gulchehra tayyorladi. Diqqat berganligingizga rahmat.